Assalomu alaykum obunachilar. Mana bugun biz Andijon viloyati Sharxon tumaniga o'sha 9 ta olib kelganmiz. Xo'sh, suromlarimiz 6000 quvatro Redpin profilda bo'lgan. Antrazit. Xo'sh, razmerlariga keladigan bo'lsak, eni 1 metr, arkigacha bo'lgan joy 120, общий balandligi 165. Suromimizdan 5 ta 60 ga 120 arkigacha joy, tepagacha 157. Bundan to'rtta. Kenglarni ko'rsatib o'tamiz. Eshigimizga keladigan bo'lsak, eni 2 metr, balandligi 320. Halkom profilda bo'lgan, shatlangalari bilan, ruchkalari Optisher firmasiga tegishli. Shoplishlari shechotdi. Petallari to'rttali. Keyingisiga o'tamiz. Ko'rsatamiz. O'chirlarimiz hammasi sulishnik mexanizmlari bor. Ishni ochilish, qadaginalar 35lik, kompot firmasiga tegishli, har doimgidek. Xonamizda ham shu. Xonamizda ham bir xil. Bunisi ham bir. Voy, eshiklar zo'r. Xo'sh, razmeriga keladigan bo'lsak, eni 80, balandligi 195. Ochamiz. Ishi zo'r holatda. Keyingi joyga o'tamiz. Buni ham eni 1 metr, arkigacha 120, o'shi 165. Eshigimiz ham razmeri bir xil. 195. Ochilish yopilishiga baho berib qo'yasizlar. Sizlar bilan zo'raki bo'ldi. Общий narxi 24 million so'mga kelib o'rnadi. Bizdan uzoqlashmang, bundan zo'r kantlar chiqarishga harakat qilamiz.